Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida mana manzarani qaranglar, zo'rligini. Mana shu masjidimizga yaqin joyda 9 sotiklik xonadonimiz sotuvga qo'yilgan. Hozir to'liq videosini joylaymiz. Atrofni qaranglar, zo'rligini. Yana qancha izlaysiz shunaqa joylardan joy. Mana sizga tayyor 9 sotiklik dacha qilasizmi, xonadon qilasizmi, kelib yashaysizmi? Katta yo'lni bo'yi. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Yangi ovuldan suvni qarang, oqishini. Yangi ovul mufida 9 sotiklik xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Shundoq 150 metr masjid bu tomoniga G'azalkent ketiladi. O'ylanmasdan shu yerdan shu xonadonni olishingiz kerak. Mana xonadon egalarining nomerlari. Shundoq kirganingizda uzunga 20 metr, eniga 4 metr. Mana men bu yoqdan nima qilib turib, devor ko'tarib, uzunasiga naves qilib olsangiz bo'ladi. 6 ta ichida xonasi bor. Yaxshi holatda. Anchadan beri bu yerda hech kim yashamaydi. Shuning uchun ozgina o't bosgan. Dacha qilib qo'yaman desangiz bor-ku, juda zo'r, puliga arziydi. Mana hovli qismi. Qo'shni bilan mana chegara qismi. Mana tepada Parkent katta kanal oqib o'tgan. O'shani salqini bu yoqqa urib turadi. Bitta xonasi. Holati yaxshi holatda. Gaz, svet, suv, maktab, bog'cha, do'kon, barcha qulayliklar yaqin joyda joylashgan. Ozgina kosmetik remont qilib olasiz, bemalol yozi chillasida issiqda kep konditsioner o'rnatib qo'ysangiz mazza qilib dam oladigan joylarda. Bu tomonida yana ikkita xonasi bor. Ishki oshxonasi. To'qqiz sotuq. Qulayliklar hammasi yaqin joyda joylashgan. Atrof mana. Mana bu qo'shni bilan chegara qismi. Oladigan bo'lsangiz shu yerdan to'sib, o'zingizga moslab zabor qilib olsangiz bo'ladi. Bu yog'i ham tepalik. Ertalablari turib, bitta yugurib, bitta qaytib tushsangiz bo'ldi, yetadi. Shu tepalikka yugurasiz bitta. Sizga jismoniy tarbiya ertalabdan. Bu xonadonimizga so'ralayotgan narx 45 ming AQSh dollari, yana kelishadigan joyi bor akalar. Zo'r narx bu. 45 mingdan yana sunnatiga o'tib beraman degan joyi bor.
xonadon egasini nomerini qoldiramiz, lokatsiyasini qoldiramiz. Telefon qilib turib, joyiga kelib turib, har doim aytganimizdek, joyiga kelib, savdo qilganingiz, ko'zingiz bilan ko'rib, hammasini mevali daraxt ham bor ekan, olma, yong'oq. Ko'rganingiz boshqacha. Xudo xolasa mana shu xonadonning egasi bo'ling. Mana shu o'tlarni olib mazza qilib dam oladigan joylarda. Shundoq naves qilsangiz, mana shu yerdan bir 4 tami mashina sig'atdi, tepasini yopib qo'yib uzun naves qilsangiz, shu chiroyli chiqadi. Kelishsangiz bu tomonni ham qo'shib olsangiz bo'ladi endi. Bu yog'i bilmayman. Bu yog'i ham sotuvga qo'yilgan.